Assalomu alaykum, Goldsmith kuzatib boruvchilari. Mana fasadni plitalarni qatirishlar jarayonida 3D Luxet ma'murimiz bu yerga zakaz qilganmiz. Juda ham notek devorlardan bular, har xil razmerda. Mana karkaz orqali, ya'ni reyka karkazi orqali nolga chiqarildi. Ustakalarimiz juda ham chiroyli qilib mana tashlab beryapti. Samarez bilan oddiy qotiriladi. Buni muammo joyi yo'q. Bu taraf bitib qoladi dedi. Inshaalloh bizni kuzatib turinglar. Buni bitganda ham videolarini chiqaramiz. Juda ham chiroyli chiqyapti. Mana bu devorimizga qo'shimcha devori. Aytishdiki, bir asr 100 yil bo'libdi. 100 yildan oshdi deyishdi mana shu devorga. Lekin mana yangi holatga kelyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu devorimizga mana 100 yil, bir asr bo'libdi. Mana juda ham notekis urilgan endi u paytdagi devorlar. Shuni mana nolga chiqarilib, devor yangi holatga keltirilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Agar sizlarga yoqgan bo'lsa, pastda izohlarda fikringizni qoldirasizlar. Albatta, shu xizmatlar bizda mavjud. Fasadniy plita yoki uni o'rganish kimga qiziq kerak bo'lsa, albatta pastda nomerlarimiz qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Ko'rishingiz mumkin, juda ham go'zal chiqdi. 3D mana bo'rtib turadi bu. Devor bilan devorning farqi, lekin mana reykada yoki profilda nolga chiqarilib, bemalol go'zal holatga olib kelsak bo'ladi.